Assalomu alaykum gaz balon kuzatuvchilari. Hozirgi trenddagi mashinamiz Cherry Arizo 6 Pro bo'ladi. Bu mashinamizga propan o'rnatib beramiz. Xo'p, zapchastlarga kelamiz mana. Terma trubka, bilasizlar, hech chiqarmaydigan originalni qo'yamiz. Reduktorimizda R02 Polshaniki, Stack firmaniki bo'ladi mana. Одноразовый filtr, monograzniy filtr, injektorlarni ko'ryapsizlar, har bittasi alohida скоростной sportivniy bo'ladi. Miyani mana joylashtirganimizda Kunex miyamiz Stack Polshaniki. Polni pod kapot Polsha aborduni bo'ladi. Hammasi original bo'ladi. Bu mashinamizga okamizga eng kattaroq zapaskani o'rniga balon qo'yib beringlar degani uchun mashinamizga mana 63 litrli tabletga balon qo'yib berganmiz. Ko'ryapsizlar, montaj hammasi ideal bo'lgan. Shunaqa xizmatlar, original zapchastlar har doim gaz balonimizda mavjud, kelsanglar bo'ladi. Bu videoni shunaqa gaz qo'ymoqchi bo'lgan hamma tanishlarga jo'natib tashlaysizlar, like bosishni unutmanglar. Hammalarni kutib qolamiz.